Mani 90 kilodan 50 kiloga ozdirib bergan dieta turini bepulga ma'lumotini men sizlarga berishga tayyorman. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Holatimni qaranglar. Oh my god. Men kuchliman. Chunki bu menyular mana shu dieta usuli menga haqiqatda yordam berdi. Interval ochlik. Juda ham ko'pchilik biladi, lekin uni qanday bajarish kerak ekanligini bilmasligilar mumkin. Bugun videoda mana shular haqida ma'lumot beraman. Eng trenddagi, eng hamma insonlar deyarli bajara olishi mumkin bo'lgan dieta turi interval ochlikni 16 ga 8. Bundan tashqari 18 ga 6, 14 ga 10, 20 ga 4 metodlari bor. Ya'ni bir kunda bir mahal ovqatlanish bu ozgina qiyinroq. Chunki odam yegandagina energiya oladi. 16 ga 8 esa odatda hamma bajarishi mumkin. 16 soat ochlik, 8 soat ovqatlanish. Bir kunda 2 mahal yoki boshida bir kunda 3 mahal bilan ham boshlashingiz mumkin. Demak, ovqatlanish soatlari qachon boshlanadi? Soat 12:00 da, ya'ni tushlik payti soat 12:00 da ovqatlanishni boshlaysiz. Kechki soat ovqatlanish soat уже 7 da tugab bo'lgan bo'lishi kerak. 7 dan keyin ertasiga 12 gacha hech narsa yemaysiz. Bilasizmi, buni qanaqa foydasi bor? Birinchi o'rinda insulin zo'r pasayadi. Ayniqsa giperinsulinemiya holati bo'lsa, ya'ni insulin 25-30 bo'lgan payti, hattoki mana ozish marafonimdagi ayollarni qaranglar, ozish kurslarini o'tkazaman dietolog bo'lib, mana shunaqangi natijalarga bular hammasi interval ochliklarni qilgan holatda chiroyli holatga kelishyapti. Ha, albatta har bitta odamni o'ziga mos keladigan dieta turi bo'ladi, lekin interval ochlik ham mumkin bo'lmagan holatlar bor. Buni ham videoda aytib o'taman. Demak, bulardan tashqari insulin pasayadi, kortizol pasayadi. Eng asosiysi organizmingizda autofagiya jarayoni, ya'ni organizmingiz o'zini tozalashni boshlaydi. Chunki ochlik paytida bilasiz, organizm o'zini tozalaydi. Undan tashqari qorindagi yog'lar yaxshigina erishi mumkin. Ulardan tashqari atoklar, ayniqsa qo'llaringizdagi va bu uzuklaringiz kirib chiqishga qiynalayotgan bo'lsa yoki oyoqlaringizda mana bunaqangi izlar qolib ketayotgan bo'lsa, bu holatni yo'qotib beradi. Ulardan tashqari sizni ovqatga bo'lgan talabingiz ham nisbatan interval ochlikda yaxshigina kamayadi. Xo'sh, sizda savol tug'ilishi mumkin, bilasizmi nima? Dietani, interval ochlikni sport qilmasam ham foydasi bo'ladimi? Albatta. Agar siz umuman sport qilmasangiz, lekin bu yoqda interval ochlik qilsangiz, interval ochlik yordam berishi mumkin. Dieta bu dieta sportsiz ham ishlashi mumkin. Soat 12:00 gacha aytdim, ovqatlanmaysiz, lekin nima qilasiz? 12:00 gacha albatta kunlik suv normasi ichiladi. Agar juda ham bosh og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, endi odatda insonlarda adaptatsiya jarayoni bo'ladi. Ozishni boshlashga kirishgan paytingizda bir kundan 7 kungacha bu holat bo'ladi. Toki shu moslashib olguningizgacha bosh og'riq, ko'ngil aynish, hattoki qusish holatigacha ham bo'lishi mumkin, lekin hammada ham emas. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlari organizmda lomka bo'lish holati bo'ladi, chunki shakarga bo'lgan qaramlik sizda juda ham kuchli bo'lgan. Aynan interval ochlik bilasizmi, kimlarga mumkin emas? Oshqozonda gastrit, yazvasi borligi, homiladorligi, emiziklikligi, o't qopini oldirgan va o't figida muammosi, ya'ni yondosh kasalliklari bor insonlarga, chunki ularda tez-tez och qolish bo'ladi va ayniqsa anemiya holatida ham, ya'ni ferritin foizlari past, gemoglobin foizlari past bo'lgan insonlar interval ochlik menyusini bajara olmaysiz. Agar sizga interval ochlik menyusini 3 kunga bepul retsepti kerak bo'lsa, hoziroq pastda Telegram kanalimning linkini qoldiraman. Telegram kanaliga kirib ulanadigan bo'lsangiz, 3 kunlik interval ochlikni bepul menyusi Telegram kanalimda bor. Lekin sizga aytib keta olaman, ko'proq ratsioningizga albatta birinchi o'rinda o'sha oqsillar, foydali yog'lar, uglevodlarni qo'shasiz. Sodda uglevodlarni, ya'ni sizni qorningizga gaz to'playdigan, sizni semirtiradigan, sizni achoq qildiradigan yoki yuzingizni mana bu holatga keltirib qo'yadigan o'sha gazli ichimlik, shirinliklar, energetiklar, fast food mahsulotlari, o'tda dudlangan go'sht, kolbasa mahsulotlari, bular albatta ratsiondan kamayadi. Yana to'liq menyuni esa Telegram kanalimdan olasizlar. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha